aniq bilasan, hunar o'rgatgan usta, ilm o'rgatgan ustoz, ki senga bir narsa o'rgatdi u odam, foydali, yaxshi narsa o'rgatdi. Uni muhabbatini qozansang, u sendan rozi bo'lsa, seni ko'rganda ko'zi qalbi quvonadigan bo'lsagina, undan o'rgangan narsangdan baraka topasan. Shuni aniq bilganliging uchun seni irodang quvvatli bo'ladi, uni rozi qilishlikka, uni xursand qilishlikka. Bir gunohni tark qilishingiz uchun odamlar tark qila olmayotganda, bir savobli amalni doimiy suratda qilishligingiz uchun odamlar qila olmayotganda, sizga mustahkam iroda kerak. Mustahkam iroda qachon bo'lar ekan? Ana shu narsa haqida ilmingiz aniq bo'lsa. Agar ilmingiz ziyoda bo'lsa, ana shu narsa haqida irodang ham kuchli bo'ladi. Agar irodang kuchli bo'lsa, ko'zlagan maqsadingga albatta yetasan. Maqsadingga yetishlikda nima uchun zaiflik qilding? Irodang zaif.